6 ayning 25-kunidan 9 ayning 30 kuniga qadar davom qilinadiganligi e'lon qilingan 100 kunlik qattiq zarba berish harakati garchi har qaysi shaharlarda olib berilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xotanda bu xil bostirishning eng qattiq ijro qilinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xotan shahridagi bir mehmonxona xodimi Erkin Osiyo radiosiga hozir Xotanda Uyg'urlarning nihoyat do'ston ekanligini, Xotanda Uyg'ur Xitoy to'ylashgan ayollarning borgancha ko'payayotganligini eskartib, mehmonxonaga tushgan sayohatchilarning bexatarligidan ansirishning hojati yo'qligini bildirgan. Mulozimatchi Xotandagi muqimlik tadbirlari haqida to'xtalib, Xotan ko'chalarida har 100 metrda bir soqchi, 500 metrda bir soqchi punkti borligini, soqchilarning kecha-kunduz charlash olib boradiganligini aytgan. G'arb davlatlaridagi Qur'on Karimni ko'ydirish qilmishlariga qarata islom dunyosida norozilik sadolari kelgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Sharq Turkiston islom va musulmonlarga qarshi ochgan urushi Qur'onga qilayotgan ochiq-oshkor haqorati nazardan saqit qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Markaziy Sotsializm instituti, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti birlik bölümü birlikda Xinjiang islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida qanday chang turish kerak temasida bir yig'in uyushtirgan bo'lib, yig'inga 20 dan ortiq diniy zot, din ishlari mutaxassislari qatnashib, islom dinini qanday qilib sotsializmga moslashtirib o'zgartirish haqida chalvoqashgan. Yig'inga qatnashgan vakillar Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chang turish, sotsializm bilan islom dinini o'zaro moslashtirish, Sharq Turkistonni unumli kontrol qilish strategiyasida chang turish, Qur'onni ko'ngzi ideyasi bilan sharhlab, Sharq Turkistonni Xitoy madaniyati bilan oziqlantirish degandek safsatalarning Qur'on Karimni qanday sharhlashdan ayrila olmaydiganligini ta'kidlashgan. Xitoydagi eng chong qurilish shirkatlarining biri bo'lgan Big Yun shirkati bu yilning oldingi 6 oyida 7 milliard 600 million dollar ziyon tortishi mumkinligini ogohlantirdi. Bu ahvol dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy duch kelgan masalalarni yana bir qatim gavdalantirib berdi. Bu haftadagi rasmiy sonliq ma'lumotlar Xitoyda 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon tunji qatim pul paxalligi ko'rilganligini ko'rsatib bergan. Angliya hukumati Amerika prezidenti Joe Bidenning Xitoyning bir qism texnik sohalarga mablag' solishni cheklash qaroriga qanday javob qaytarishni o'ylashayotganligini hamda Angliyaning yoshirin davlat bexatarlik xavfini davomli baholayotganligini bildirgan. Angliya hukumatining bayonotchisi Bidenning mazkur ma'muriy buyruqining Amerikaning harakat usulini texnik aniqlik bilan ta'minlaganligini bildirib, Angliya bu yangi tadbirlar haqida astoydil o'ylashidir hamda ba'zi mablag'larning davlat bexatarligiga bo'lgan yoshirin xavfini doim o'ylashmoqda degan. Bildirilishicha, Xitoyning Hong Kongda yo'lga qo'ygan atalmış davlat bexatarlik qonuni va Xitoyning Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlariga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati qatorliq masalalar sababli ikki taraf munosabatida davolg'ish paydo bo'lgan. Yaqinqi mezgillarda bo'lsa, Angliya Xitoy bilan bo'lgan munosabatni muqimlashtirishga tirishib kelgan. Yangi Zelandiya istixboroti ommaga ochiq ham baharlangan tahdid analiz dokladida Xitoy, Rossiya va Eronning bu davlatning ichki ishlariga aralashganligini o'tirg'a qo'ygan. Dokladda Xitoyning Yangi Zelandiyadagi Xitoy mahallalarini nishon qilgan faoliyatlarning o'tirg'a chiqqanligi va bularning Xitoy Kommunistik partiyasining istixboroti bilan munosabati bor kishilar ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Eronning Eron mahallalarini nazorat qilish va doklad qilish orqali aralashganligi bildirilgan. Rossiyaning xalqaro saxta uchur yeyish faoliyatining Yangi Zelandiyada unumli ekanligi ta'kidlangan. Xitoyning shimolidagi Xubey o'lkasida yuz bergan kelkunda 150 mingdan ortiq uyning tok va aloqa asalari og'ir buzg'unchilik uchirgan. 40 ming uy o'rilib tushgan. Xitoy amaldorlari bu o'lkaning nufusining 5%ni tashkil qiladigan 3 million 900 ming odamga ta'sir qilgan kelkunda 29 kishining hayotidan ayrilganligini, 16 kishining hozirgacha yo'qolib ketganligini e'lon qildi.